Kitobim barchadan boyim o'zingsan. Tunimni yoritar oyim o'zingsan. Yuragim ilmga tashnalab tursa, sug'orib turuvchi soyim o'zingsan. Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Sizlar bilan men Oqoltin tuman axborot kutubxona markazi xodimi O'rmon va Farog'at Mustafaqulova. Men bugun sizlarga buyuk rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyni Hojimurod asaridan ozroq ma'lumot berib o'taman. Menga hozirgi bolalar 20 yildan keyin yig'lab o'qiydigan, kuladigan, hayotni sevadigan roman yozgin desalar, men butun umrimni, bor kuch-qudratimni bag'ishlardim degan edi buyuk rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoy. Barcha xalqlarning sevimli adibi, betakror iste'dod sohibi Lev Nikolayevich Tolstoy 1828-yilda Rossiyada graf oilasida tavallud topgan. Buyuk yozuvchining asarlari nafaqat Rossiyada, balki jahon adabiyotiga ham katta hissa qo'shgan. Uning asarlari insonparvarlik, axloq va ma'rifatga yo'naltirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar o'quvchilarni o'ziga jalb etib kelmoqda. Tolstoy o'zini Anna Karenina, Urush va tinchlik, Dirilish, Hojimurod kabi asarlari butun dunyo xalqlarining sevimli adibidan biriga aylangan. Hojimurod bu asar rus adibi Lev Nikolayevich Tolstoyning novellasi bo'lib, 1896-1904-yillar oralig'ida yozilgan va 1912-yilda muallif vafotidan so'ng nashr etilgan. Hikoyada tarixiy shaxs bo'lgan Hojimurod boshchiligidagi chechenlar tomonidan Rossiya imperiyasiga qarshi kurash aks etgan. Asarda Hojimurodning sayohati, Shomildan qasos olishga intilishi, oilasiga bo'lgan sodiqligi va ruslar bilan o'zaro ishonchsizlikka asoslangan murakkab hamkorligi tavsiflanadi. Asarda eng katta g'oya inson erkinligi, milliy qadriyatlar uchun kurash va zulmga qarshi chiqishdir. Hozir ruslarga xat bilan elchi yuboramiz. Mening muridim boradi. Faqat uni boshlab boradigan, yo'lni yaxshi biladigan kishi kerak. Meni muridimni ruslarning huzuriga olib bora olasammi? Mumkin. Hammasi ham mumkin. Mendan boshqa bitta ham chechen u yoqqa o'ta olmaydi. Agar boshqa birov bo'lsa, va'dani katta qiladi-yu, ammo hech bir ish chiqara olmaydi. Men esa ish chiqara olaman. Yaxshi. Xizmating uchun uchini olasan. Arqonning uzuni, gapning qisqasi yaxshi. Gapirmaganim bo'lsin. Argun buriladigan joyda, tikka jarning qarshisida, o'rmon ichidagi yalanglikda 2 qaram bor. Bilasanmi? Bilaman. O'sha yerda 3 nafar otliq yigitlarim meni kutib turishibdi. Xo'sh. Xon Magomani so'raysan, u nima qilish, nima gapirish kerakligini yaxshi biladi. Asar imperializmga tanqidiy munosabat bildirib, o'zining urushining jirkanchligini ta'kidlaydi. Hojimurod mard, qo'rqmas va ayni paytda samimiy, o'z xalqini sevuvchi qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Uning xarakterida ham qahramonlik, ham fojia bor. Ushbu asar o'zining zamonaviyligi va fikrlashga yetaklovchi mazmuni bilan har doim dolzarb bo'lib qolaveradi. Hojimurod otini odimlatib, Krepsning orqasiga qarab yura boshladi. Navkarlari ham uning izidan yo'l oldilar. Bularning qo'riqlab borayotgan qazaklar ham ulardan qolmaslikka tirishardi. 2 chaqirimcha uzoqlashganlardan so'ng Hojimurod oq kabardin otini chuh deb yubordi. Navkarlar ham otlarni yeldirib ketdilar. Shu boisdan ushbu asarda nafaqat rus, balki jahon adabiyotining muhim durdonalaridan biri hisoblanadi. Kavkaz xalqining milliy qahramoni Hojimurodning bosh chonog'i ona yurtiga qaytarish haqidagi xabarni o'qib, men sizlar bilan ushbu gaplarni baham ko'rishni istadim. Yana shu gaplar bahona men buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoyning Hojimurod asarini mutolaa qilishingizni juda istadim.